Andijon nomining kelib chiqish tarixi qanday? Bir paytlar Farg'ona viloyatining poytaxti bo'lgan Andijon ayol kishining nomiga atalganmidi? Bugun shular haqida gaplashamiz. Andijon viloyati mamlakatimizning, jumladan Farg'ona vodiysining sharqiy qismida joylashgan. 10-asrdan boshlab tarixiy yozma manbalarda Andiyan, Andukan, Andijon, Andigan sifatida tilga olinadi. Eng keng tarqalgan afsonalardan biriga yuzlansak, turklarning afsonaviy shohi Afrosyob shahar qurgan va uni o'zining sevimli qizi Adinajon nomi bilan atagan. Shu Adinajon nomi Andijon bo'lib shakllangan. Vamberning fikricha Andijan nomi and qasam, jan rozilik so'zlaridan kelib chiqqan. Rus olimi Nalivkin Namangan aholisining og'zaki afsonalariga asoslanib Andijon andi so'zidan kelib chiqqan va forscha ko'plik qo'shimchasi bilan shakllangan deydi. Andijonlik tarixchi Jalilovning ta'kidlashicha, hozirgacha O'rta Osiyo xalqlari va o'zbek tarkibiga kiruvchi katta miqdordagi urug' va qabilalar haqida asarlarning hech qaysinisida Andi nomi ostida turkiy qabila kuzatilmagan. Uning ta'kidlashicha, Andijon toponimi turk qabilasiga kiruvchi at elementi bilan nomlangan. Bu etonim fors-tojikchada ko'plik degan shaklda Adigon shaklida talaffuz qilingan. Shu tariqa Adigon nomi Andijon nomi bilan shakllangan. Shunday qilib, Andijon shahri nomining kelib chiqishi haqidagi masala oxirigacha o'z yechimini topmagan.